Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ali radıyallahu anh'unki hayatı hakkında yanıla dersimiz devam ediyordu. Bu adam yani 7 türlük işine bu şeytandan digenken biz bunu başta dep öttük. Birincisi mesela qattiq g'azab, qattiq tushkurash, qattiq esnash, qusush, bunqanash, pichirlash, kusurlash, zikr Allah'ınki zikr bulayotgan Qur'onda o'qilayotgan joylarda uxlash degandek mugidashlar buning hammasi shayton tarafdan bo'ldi deb shunday degan. Ondan boshqa bu odam da tibobat haqida gap qilib, bunda onani ichidagi oq posti bor, ichidagi onaning urug'ini yo'gab turgan. Shuning bilan yanglar, yani bu narsa odamning shu oshqozonini tozalaydi degan ekan. Buni Abdullah ibn Ahmad Zawaidul Musnad nomli kitobda bayon qilgan. Bu adam yana shunday degan ekan. Mayli sen bir olimga o'qib tinshat yoki olim sen o'qib bersin, o'xshash. Yani o'xshash foydani olaysan dedi. Buni Imom Hakim o'zining tarix nomli kitobida bu yana keltirgan mazmun. Bu adam yana Ali ibn Abu Talib yani shunday degan. Odamlarga shunday bir davrlar, zamonlar keladiki, mu'minning holi bu vaqtda bir qul dedektimi aytdi xor bo'ladi deb shunday degan. Balki bizning zamonimiz eng shu tarixda musulmonlar umum jihatil bitqa vaqtida biz maxsus jihatil bitqa vaqtida eng xor holatda yashayotgan bir davrlar. Alloh taolo bizni bu xorliqdan ko'tarib etsin. Buni Said ibn Mansur degan olim o'zining kitobida bayon qilgan ekan. İzil adamlarga shu davrniki nihoyat ixlosmandlari har doim marsiyalarni o'qiydi. Bu Ali radhiyallohu anhu shahid qilingan vaqtida bu adamligimi marsiya o'qigan nurg'un shoirlar bo'lgan. Jumladan Abul Aswad degan kishi Ali radhiyallohu anhuga marsiya o'qib, tuvandagi she'rni o'qigan. Bu she'rniki hamda Nasri yashmisinlam deb o'taylik. Bu odam deydi: "Ey ko'z, bizni bir xursand qilib, mush Amirul Mu'minin Aliga bir yig'lab boqmamsan, yosh to'kib boqmamsan. Qizi Ummu Kulsum ibrat yig'layotdi. U amaliyotni ko'd emasmi?" deydi. Xavarishlarga deb qo'yinglar, o'ltaganlar xavarishlarda. Ularningki bu hasadxo'rlarning ko'zi qat'iy uyqu yo'q endi bundan keyin deb tahdid asosiga gap qiladilar. Ramazon oyida bizni eng atrofdagi jamoatlar ichidagi hammamizning eng yaxshisi bo'lgan bir alini o'ltirish bilan bizni azobladinglar dedi. Chunki bu odam Ramazonniki 17 shahid qilingan. Sizlar dunyoda ot uloq mingan kishilarning ichida kiyimiga parxutga mingan kishilar bo'lsin, oyoq kiygan, kiyim kiygan, Qur'on o'qigan, ya'ni mushta odamlar ichida eng yaxshisini o'ltirdinglar dedi. Bu odamda bütün dunyodagi eng yaxshi xislatlarning hammasi bu odamda tepiladi. Bu olamlarning parvardigori avatgan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning do'sti edi dedi. Qurayshlar bu odamniki Qurayshlar ichidagi din, diyonat, nasab hamma jihatdan yaxshi ekanligiga qo'l qo'ygan odam edi dedi. Sen bu Alining o'ziga qarg'a vaqtingda bir qarg'a odam bir to'lin oyni ko'ratdi dedi. Biz bu o'ltirilishdan burun biz nihoyat yaxshi etdik. Payg'ambarimizningki bu do'stini davomli ko'rib turardik. Har qanday vaqtda shaklanmay, shubhalanmay haqni barpo qiladi. Mayli dushmani, mayli o'zining yaqin odamlar bo'lsin, adolatni barpo qiladi. Har vaqt ilmni yo'shirib qolgan emas. Bu odam mutakabbir yoki zolimlardan emas deyishindaqlar. O'zining hokimiyat yurgizgan vaqtida. Bugün adamlar elini yo'qtib qo'yib, necha yil taraflarda gangirgan to'gi qushidek yurvatdi hamda. Muaviya ba qo'shilib ketmisin. Chunki bu Muaviya bilan ikkisining orasida ba'zi bir qism siyosiy to'qnashuv bo'lgandan keyin shuni qartib deyotdi. Muaviya ba qo'shilib ketmisin. Bundan keyin qolgan xalifalar yana bizda bo'ladi. Ya'ni xalifalarni biz yana shu cemaatdan yoki shulardan chiqaramaymiz deb mushu marsiyani o'qigan. Bu hamda bizda sabit bir o'tgan Abul Asad Duvali degan mush she'rni o'qigan odam, mush marsiyani o'qigan odam Ali radhiyallohu anhuniki top
pişiriqi orqali arab til grammatikasini yozib chiqqan odam. Ondan başqa Ali radhiyallohu anhu'niki davrida shu hokimiyat yurgizgan vaqtlarda shu 5 yilga yaqin bo'lgan jarayon. Bu oraliqda o'lib ketgan mashhurlardan tövendiki kishilarni sanab o'taylik. Ali radhiyallohu anhu zamonida mayli o'ziniki ajli bilan bo'lsin, mayli boshqalar tarafidan o'ldirilgan bo'lsin. Birinchi Huzayf ibn Yamani. Bu kishi ansariy sahobalardan bo'lib, bu kishi shu davrda o'lib ketgan. Bu kishiniki dadasi Uhud urushida musulmonlar tarafidan bilinmay o'ldirilib ketgan kishi shu. Huzayfa onasiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sirrini saqlaydigan birdan-bir eng ishonchli sahobalarning biri. Yana birisi Zubayr ibn Avvam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bojisi. Bu kishi shu davrda o'ldirilgan. Asma degan sahobaning onasi bo'ladi. Abu Bakr Siddiqning kuy o'g'li. Yana biri Talhat ibn Ubaydullah. Bu cennet bilan bisharat berilgan 10 sahabening birisi bu kishi. Bu kishi shu davrda o'ldirilgan. Undan boshqa Zayd ibn Suhan. Zayd ibn Suhan o'zi sahoba bo'lib, o'zi Abdul Qays degan qabiladan bu kishi. Lekin bu kishi hamda nemiga Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga zo'r kuch bergan sahobalarning biri. Bu kishi shu To'gi vaqasi degan vaqada urushda shahid bo'lib ketgan sahobalarning biri. Yana birisi Salmanul Farisi. Salmanul Farisi'ninki biz tercümalini, tarixini Salman Farisi'ninki Beg'ey degan bir videoda taqattoq qarindoshlarimizniki tafsilotini bilish uchun shu videoga murojaat qilishini umid qilamiz. Bundan boshqa mashhur sahobalardan o'lib ketgan Hindi ibn Abi Hala degan sahoba. Bu sahoba Ali radhiyallohu anhu bilan shu To'gi vaqasida qatl qilingan, urushga qilingan. Bu peygamberimizningki ügey oğlu bo'ldi. Hamda onamiz Xadicha radhiyallohu anhaniki burunqi yo'ldoshidan bo'lgan bolasi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shu sahobalar ichida eng yaxshi ta'riflagan, eng yaxshi sifatlagan bir kishi. Bu kishi Rasululloh bilan nurun urushlarga birga qatnashgan ulug' sahobalarning biri. Undaqda bu Fatima radhiyallohu anhaniki ona bir akisi bo'ladi. Allah razı olsun. Ondan başqa ölüp ketken kişilerden meşhurlardan Uveysul Qarni degan tabi'in. Bu kishi peygamberimizniki mübarek zamanlarda bu saadet devirlerde Müslüman bo'lgan. Ammo lekin onasi yolg'iz mo'may bo'lg'achqa, shu onasiga yaxshilik qilaman, onasiga qarayman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzuriga kelib sahoba bo'lish sharafiga erishmagan. Davomli Rasululloh tarafga kelishni tamshalgan yo'q, lekin bir ko'zi orqada onasining qoshida axir onasininki xizmatida bo'lgan. Payg'ambarimiz tabi'larningki eng yaxshisi Uveysul Qarni degan. Hatto Umar ibn Xattob qo'ma boshqa sahobalarga Uveysul Qarni kelgan vaqtida shu bir duo ila o'lgan degan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu hojilar kelgan vaqtida bular shu Yamanning odamlaridan "Ishinglarda Uveysul Qarni bormi?" deb so'rab izlab kelayotgan. Bir qatam Uveysul Qarni bormi ishinglarda desa, "Ba" deb Yamanning hojilari bağlıqını bildiği vaxtıda Uveysul Qarni bilan ko'rishib, bu duo talab qilgan. Bu kishi o'zini kamtar holatda yig'lab ketgan. Mendan bir duo talab qilaman sizlarga. Ben istig'for talab qilgan. Shu darajadan qalbi pokiz o'tgan sahoba. Bu kishi kim shu ko'pidagi ketib, ko'pida yashagan. Ancha-muncha Umar radhiyallohu anhu bu kishiningki ahvolini so'rab turadigan. Kishilarga tonilmay, kishilardan o'zini pinhon tutib, kiyimlarini dünya tutmagan zahid holatda ölüp ketken, ko'ngli oq, ko'ngli saf, ro'yini süzük sahobalarning kishilarniki mashhurlarniki biri. Bu kishi Ali radhiyallohu anhu bilan xavarishlarniki ishidagi urushda Ali radhiyallohu anhuga yordam berish asosida shu urush shahid qilingan. Demak, bu odam shu onasi qilgan ziyoda mehr muhabbat, yaxshilikning darajasini biz dunyoda ham ko'rgan. Evliya sahabalarniki, tabi'larniki biri. Bundan başqa meşhur sahabalardan ölüp ketken yana Habbab ibn Art at-Tamimi. Allah bu kişiden razı olsun. Bu kişi Ali radhiyallohu anhu'niki zamanlarda, xilafat davrlarida ölüp ketken. Habbab haqiqatan ulug' büyük sahabalardan. O'zi Qurayshlardan emas, lekin Qurayshlarniki ichida yashagan. O'zi boshqa qabilalardan kichik vaqtida urushda asir elinib, Mekke'de setilib, şu yerda qul yashab o'tgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam
vahiy tushganingizda islom ta'limoti, targ'iboti bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ta'sirlanib musulmon bo'lgan. Bu o'zi ayni vaqtda to'meychi bir sahoba, qilich so'qadigan, pichoq so'qadigan unda bir sahobalarniki biri. Bu kishi musulmon bo'lgandan keyin nurg'un azoblarga duchor bo'lgan. Chunki Quraysh qabilasidan bo'lgandan keyin ojiz, buni yo'laydigan odami yo'q, buning ijtimoiy o'rni to'van. Shunday bo'lgandan keyin buni Qurayshninki kattalari buni musulmon bo'lgandan keyin azoblashga bir bo'zaq qilib olgan, mo'lla bo'zaq qilib. Hatto shu bir o'tni qalab, cho'g'ni qizitib, o'tning yolqini, cho'g'ning to'pigimda kavob qilgandek, cho'qqa tekkizmay, dümbüsüne işte yalan bir çoğuna ot yalqını koygan vaqtida hatta şu bedelleri küyep muş bedelleri teri yağları bedeninin aşağı küyep kavap bulap akka mayda şu çoğunun üçgenlikini rivayet kılıdı tarihçiler. Bununki hocayını Umme Enmar el-Khuzaiye diyen bir ayolken bu ayol nayeti nurgun azaplarını sağanken hatta başlarına tömeni qızıtıp beşiği yıkıp müştah azaplaganken Peygamberimiz ey Allah habbab yardım bəgində dua qılgan. Keyin bu ayol işte ağırıp qılıp beş ağrıydigan kesel gerip tağılıp işte qavaydigan bolap qılıp habbab deydiken de beşimge otunu qızıtıp zıqını qızıtıp yaqqın dep şu derecede şu ağırık neyiz qılmaqda qaletdə müştah kesel olub qalgan ayolken bu. Bu kişimi İslam'a ait zor töhp qoşqan, Resulullah'a ait durğun hizmetlerini qıygan, İslam'a hizmet qıygan. Ahırı Kufi'de, Irak'ta ölüp ketken bir sahabe. Bundan başka Ali radhiyallahu anhu zamanında öldürülgen sahabelardan Ammar ibn Yasir. Bu kişimi özü tigi dadısı Yemenlik. Şu Mekke'ye gelip, şu turup qılıp, şu Mekke'de toy qılıp yaşap qalgan. Bu mu yani aciz sahabelardan biri. Çünkü Müslüman bo'lgandan naati köp azap uçurgan. Peygamberimiz sabran ya Ali Yasir degan. Yasir ailesi sabr qılan degan. Onisi, dadısı özü naati köp japalarni tatqan büyük sahabelarniki biri. Bu kişi Resulullah'ni sevip yaxshi ko'rib, şu Resulullah için naati zor bedellarni to'lagan ulug' sahabelarniki biri. Bütün asas 4 xalifening naati zor xizmatlarini qilgan. İslam'a köp töhplerini qoşqan. Bu kişimi Ali radhiyallahu anhu zamanında Muaviye bilan bo'lgan urushda o'ldirilgan. Bu odamniki o'ldirilişi Ali radhiyallahu anhu tarafdorlariniki haqdor ekanligini isbotlagan. Chunki payg'ambarimiz oldidan bishorat berib, "Ey Ammar, seni bir bilik yani aşqun yoki shu davlat qarshi chiqqan bir qism kishilar o'ldiraydi" degan. Ammar o'ldirilgandan keyin Muaviye taraf o'ziniki bir xatolik tarafini his qilgan sahabelar bo'lgan Muaviye tarafdagi askarlarning ichida. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur sahabelardan Sahl ibn Hanif. Bu kishi o'zi Ansari Aws qabilasidan bo'lgan sahabe. Payg'ambarimiz Madinada Ali ibn Abu Talib bilan bu kishini do'st qilib qo'ygan sahabe. Rasulullohning butun urushlarga bir qatnashgan. Uhud kunini aytib zo'r tuhfasi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qo'g'dab shu o'qiya degan etib yaqin keltirmagan undaq bir sahabe. Bu kishimi bütün xalifalarga aytib zarur yaxshi xizmatini qilib Ali radhiyallahu anhu davrida ko'p o'lib ketgan. Ali radhiyallahu anhu'niki davomli yenida bo'lgan bedel to'lagan, töhp qo'shgan ulug' sahabelar. Bundan boshqa bu davrda o'lib ketgan sahabelardan Suhayb ar-Rumi, Suhayb ibn Sinan ar-Rumi degan sahabe. Bu kishi ayni vaqtda o'zi Iroqlik, lekin Parislar bilan Rumliklar arasida bo'lgan urushda Rimg'illiklar asir tushib, keyin bu yerda qul savdogarlari setilish orqali oxiri shu Makkaninki qul savdogarlari setilib Makkada tug'ilgan. Payg'ambarimizningki yaqin do'sti islomiyatdan burun jahiliyatda. Shuning uchun bu kishi Ammar ibn Yasir bilan bir vaqtda musulmon bo'lgan. Rasululloh bilan bo'lgan do'stona aloqasi bo'lg'achqa Rasulullohdan aytib zo'r ta'sirlanib. Bu kişi musulmon bo'ldi degan sabablar ait nurg'un azoblarni tatgan. Keyin Madinaga hijrat qilgan vaqtida buni Makka mushriklari hijrat qilib qo'ymay, shu mol dunyolaringni berib tashlab kelsang, bizga bersan ondan ruxsat qilamiz degandan keyin, "Ba'dim bo'ldi" deb o'zining mol dunyosining bedeliga o'zini qutqizib Madinaga hijrat qilgan.
Peygamberimizden koşulup senin kıygan soğudan hakikaten faydalık, menfaatlik soğudu kıldığını degen. Çünkü özün hörlükini, erkillikini, itikadını setip algan adam da özün mal dünyaga. Bunun da bir sanı buldu. Erkillik, hörlük, mal dünyaga her kandak bir kıymetke tegişkili olmaydıgan bir ali bir kıymet. Bu kişi Ali radhiyallahu anhu zamanında Hicriyenin 38. yılı Medine'de ölüp ketip Baqi kabristanlığına defn kılıngan sahabe. Ondan başka meşhurlardan Muhammed ibn Ebu Bekir Sıddık, Ayşe hanımızdaki en küçük ağızlık enisi Ebu Bekir Sıddık ölüp ketken vaqtida bu kişi bir neçe yaş, 2-3 yaş etrafındaki vaqtlar hemde. Bu kişi Ebu Bekir Sıddık ölüp ketkendan keyin bu kişinin annesi Esma bint Umeys'ni Ali ibn Ebu Talib ağan, toy qilgan. Demek Ali ibn Ebu Talib'ninki hem ügey balası oldu. Ebu Bekir Sıddık öz dadısı oldu. Lekin terbiyelenişte Ali ibn Ebu Talib terbiyelegan, balçılab baqqan, ki Mısır'a evetken vali qilib. Şu Mısır'a vali qilib evetken vaqtida şu Mısır'da Muaviye taraftarları tarafidan bu adamlar ağır derecede öldürülgen ayağı bilen birge. Bu bir meşhur kişi. Endi Osman ibn Affan'ınki öldürülüş haqida fitnege, töhmet uçurgan degan vaqani biz başta dep ötdük. Ondan başka bu devirde ölüp ketken sahabalardan Tamimud Dari. Bu kişi nəhayət təliyelik sahabe. Özü Şam, Palestin zeminlərində yaşayan şüyəlik, kavmim şüyədik. Ərəblərinki Ləhəm qabiləsindən buldu. Özü Xristiyan, çünkü Rimninki işğal etdiki diyarlar Palestin şu vaxtda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki peygamber olup kelgenligini anlap şu Palestin Şam diyarından Resulullah'ın huzuruna gelip Müslüman bolgan. Nəhayət zahid, taqva ötken, Kur'an'dan ayet köp okuyduğun sahabe. Bu kişininki bir xıslati Peygamber mescidinde tuncu bulup Şam'dan şu pener ekilip pener bilen şu çırağı yakkan sahabe bu. Ondan burun bu Mescid-i Nebevi'de bunda gulha yakıp şu gulhanın nurlu namaz okup kayıp gidetti. Lekin penerini ekilip nəhayət ağır çırağı ile mıda yorutkan sahabınınki biri bu. Hatta Resulullah'a munber yasap bergen. Ezelden Şam diyardaki kişiler hazırlık kadar şu Arapların içinde en dağınık önerven ustalar bula. Arap yerim arlıda asasen bunda usta mahirler önervelde çıkmaydı. Lekin bu Şam diyarındaki Araplara ezelden hazırlık kadar şunda bula. Bu Suriye'nin, Palestin'in adamlarının hazırlık kadar özüge xas bir öner kesipleri var. Ondan başka Havvat ibn Cübeyr degan sahabe bu devri bu kişi Ali ibn Ebu Talib devrinde ölüp ketken en meşhur Ensari Evs kabilesinden bolgan sahabe. Bu kişinin hem Resulullah'da bolgan ayette köp İslam kösetken töhplerin ayeti zor hemde. Ensarlan demsek mi buldu. Ondan başka Havvat ibn Cübeyr degan sahabe bu mu Ensari sahabelardan Uhud günüymüş o okuyaçılarınki canında uğraşta başlığı bolgan ayet dağınık mergen. Bu kişi şu devirde Ali radhiyallahu anhu devirde ölüp ketken sahabe. Bu kişininki Peygamberimiz bilen ayeti çaqçıqı var. Şu tarihi müracaat qilsanlı buldu. Ondan başka Ali radhiyallahu anhu devirde ölüp ketken kişilerden Şurahbil ibn Semt. Bu kişi meşhur sahabe. Mesela şu Qadisiye uğraşı deyimiz. Yarımık uğraşı deyimiz. Şu Rim, Persiya uğraşlarındaki köplerine katnaşkan. İslam'ın ayet üzeri tuhaf koşkan sahabe. Bu kişi şu devirde ölüp ketken deyilipdi. Bazıları Muaviye devirde ölüp ketken deyilipdi. Allahu alem. Bu kişi de Ebu Mes'ud el-Bedri degan kişi de Aqaba beytiga qatnaşkan sahabe. Resulullah'dan asası köp urushlarga birga bolgan. Bu kişi Ali radhiyallahu anhu devirde ölüp ketken deyilipdi. Bazıları Muaviye devirde ölüp ketken deyilipdi. Allahu alem. Safan ibn Assal bu kişi şu Ali radhiyallahu anhu devirde ölüp ketkenlik qayt qılınıpdı. Özü tigi Yemenlik sahabe, Kupi'de yaşayan şu devirde ölüp ketken. Resulullah bilen oş qıtım uruş birga qatnaşkanlığı zikr qılgan sahabe. Ali radhiyallahu anhu devirde ölüp ketken sahabalardan Umar ibn Abisat Selemi Beni Selim'den. Bu kişinin ayet burun Müslüman bolgan, biroq Peygamberimizdeki ayta bir adasap körüşep lan
musulmon bo'lib, Okazlik cho'ng bir bozorda Rasulullohdan ta'sirlanib musulmon bo'lib, o'z qavmini qashib ketgan ekan. Ketib uzun yil turib 15-20 yildan keyin ondan shu nimaga Rasulullohning huzuriga kelgan ekan Madinadagi vaqtida. Bu kishi shu davrda o'lib ketgan debdi. Ba'zilar undan sal burunroq debdi, vallohu a'lam. Hisham ibn Hakim ibn Hizam, bu Hakim ibn Hizam degan kishiniki, ya'ni Xadicha onamizningki jiyani bo'ladi. Bu kishimi dadasi sahobi, o'zi sahobi. Bu kishi shu davrda o'lib ketganligi qayd qilinibdi. Abu Rafi' bu kishi payg'ambarimizningki ozodgirdisi, Rasulullohning xizmatini qilgan sahobalardan. Mekkada musulmon bo'lgan. Asli Abbos ibn Abdul Muttalibning quli ekan, payg'ambarimizga baxshanlik qilib bergan ekan. Bu kishimi shu davrda o'lib ketganligi zikr qilinyapti. Bu kishi o'sha ayni vaqtdagi Misrliklarning Qibti aholisidan, Qibti millati. Shu Makkaga qul sifatida kelib shu yerda tug'ilgan ekan. Bu kishimi shu davrda o'lib ketgan. Rasulullohga ko'p xizmat qilgan. Büyük sahabeler, şereflik, taleylik sahabelarning biri. Ondan başqa o'lib ketgan odamlar buni aytib ko'p, ismi tilga ilinmagan, zikr qilinmagan kishilar buni aytib ko'p. Lekin shunchalik bayon qilinibdi. Shunday qilib bugun eng oxirgi darsimiz Ali ibn Abu Talib haqidagi bayonlar shunday oxirlashdi. Alloh xolisa bundan keyin Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuning o'g'li Hasan ibn Ali raziyallohu anhu Resulullah'nınki en azlık nevresindeki hayatıyla tanışıp çıkamaz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ayettiğimi köp karındaşlarınki paydalı kılış için takip koşanlar.